Yo'q. Ona apam kelibdi jiyanlar bilan ko'p chirganman. Jiyanlaring bilan qo'shlaring. Hormanglar. Ulgurmadik. Hujumga! Qayt. Qozonga tegma qo'ling bilan. Seni yaxshi ko'radi-da, shunga shunaqa o'ynaydi. Suvda o'ynaman, men qattiq qo'l tog'aman, tushundingmi? Agar bir jahlim Jiminglar. Telefonim joyiga qo'y. Telefoningiz boshdan qolsin. Nilufar chiq yordam ber. Aka, menga ham osonman tushuning. To'xta, buni qaydan olding buni? Kapelisi olayotganda olib ketdi, ketirib ber. Qo'shni, qanisiz? Ketmol, zo'l keldim. Qo'shnim aka. Ya, bolajonlar. Qo'shni bekor bugun kelasizlar jiyanlarim kelgan uyga. Nimaga bolajonlar, yaxshi-ku? Yemi. Ketma qani. Barak go'sht deyman, qochamiz, qayma. kelishdik. Barak go'sht. Davay, ket. Qizim qayerdasa ukalaringni dabdalasi chiqdi. Ona, men ishonch do'konidaman. Bu yerda 30-dekabrgacha istalgan mahsulotni xarid qilsangiz, xaridingiz summasi 3 million so'mgacha bo'lsa, bitta sovg'a. 3 million so'mdan yuqori bo'lsa-chi? Unaqada ikkita sovg'a berishar ekan. Bo'lmasa menga ham ol, lekin tez qayt. Xo'p, ona. Yana kim to'polon qilsa shunaqa yopishtirib qo'yaman. Bu yomon hamma joying og'riydi, yo'qdi. Ona, ukalarim yaxshi o'tiringlar. Xayr. Sog', mayli, ha. O'rtancham qani? Chelakda taq qilib o'ynaman, men jahldim. Uzr kuttirib qo'ydim sizni. Men kutishni yomon ko'raman. O'zi 5 minut kech qoldim. Siz o'g'il bolasiz, ozgina gentleman bo'ling. Hijolatda mana kech qoldim. Aslo xijolat bo'lmang. Atigi 2 soat kech qoldingiz. O'tgan safar 4 soat kech qolgandingiz. Yaxshi natija. Yo'lda probkada shunga ishlanib qolgansiz. Yo, uxlab qolibmanmi? Uyqu, yaxshi. Ko'chada so'ppayib aylanib yurmaymiz-ku. Bowlingami, kinogami, hech bo'lmasa muz uchishga olib boring. Ya, men muz uchishni bilmayman-ku. Men tabiatga aylanib yuribmiz, to'rtta chaq yuring. Tojemne. Kinoga olib tushaymi sizni? Yo'q, ortiqcha xarajat qilib nima qilasiz? Mana tabiat qo'yinda dam olamiz, kitob o'qiymiz, kitob olib kelganman, daydi qizning daftari. O'tgan safar otamdan qolgan talalarni o'qigandik. Keyingi safar afg'on shamolini olib kelaman. Mo'ylovingizni olib keling. To'ydan keyin ishlaysizmi? Planlar qanday sizga endi? Men ishlamayman, ishlataman. Erim birorta biznes ochib bersa, men o'sha biznesni boshqaraman. Biznes lady bo'laman. Bu ingliz tili o'qituvchi kelmaganmi deyman darsga? Men ham ishlayapman. Oyligimizni birlashtirib, budjetni bitta qilib, hayotimizni birga quramiz. Siz ishlaysizmi siz? Nima siz shu amr vojib? Chiroqdagi jinga o'xshaysiz-ku. Yo'q. Mayli, yaxshi boring, yana ko'rishamiz nasib bo'lsa. Qanaqa ko'rishamiz? Menga taksi chaqirib bering, Comfort Plus. Hozir avtobusingiz keladi-ku. Avtobus? Jimot. Mayli, men ketdim. To'xtang, taksi chaqirib beraman hozir. Yo'q, uyimiz yaqin. Mana 48 kilometr. Avtobus keladimi? Yo'q, yugurib yetib olaman. Sport sog'lik garovi. Polvon. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang.